Buvayda tumanimizda shunday insonlar borki, ularni bemalol qahramonlar, jasur insonlar desak bo'laveradi. Hindistondan kelayotgan bemorlarimiz hamda ularga donorlik qilgan yaqinlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bozorliklarni qilib olganmiz. Hozir sizlar bilan ularning oldiga kirib chiqamiz. Ketdik. Oltaga ham bormaydi. Ulkamaxdagi Umid opa, Muhsin aka, Mursalin akalar, vakillarni o'zlariga qaragan o'sha yerdagi Hindistondagilar nomidan qabul qilasizlar buni. Xo'p do'stlar, biz Oltinqo'rg'ondagi Jaloliddin akaning uylariga, xonadonlariga yetib keldik. Bemorimiz ham hozir kelishadi. Xudo xolasa sizlarga batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Aslında dualarımla qaytib keldi. Mana Xudo xolasa. Ha, Allah. Yaşanglar. Endi buning ichida mana shuncha mahalla ko'yimiz, el yurtimiz buni sog'ayib ketish uchun juda katta odam yordam qildi bizga. Operatsiyaga 26 ming pul ketdi. Elga bordik, topshirdik analizlarni. Topshirgandan keyin doktorlar aytdi, sen dedi chiqmaslik ham mumkin dedi operatsiyadan dedi. O'lib qolishing ham mumkin dedi. Endi biz Allohga tavakkal qilib kelganmiz endi. Endi inshaalloh Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa ketamiz deb aytdik. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ldi. Mana jiyanim mana Allohga shukr sog' salomat keldi. Endi qo'rquv menda bo'lmadi-ki, chiqqandan keyin qo'rqdim. Lekin operatsiyaga kirib stoliga yotganda ham qo'rquv bo'lmagan. Doktorlar zo'r ekan, Xudo xolasa. Mana 2 oy bo'lmasdan mana qaytdik-da biz. Muhsin akamlar uyda bo'lmoqda. Muhsin akamlarga hammasiga rahmat. Otdan tushganlariga umr qiladi, kasb qiladi, baraka bersin. Vallohi boshqa saqqa o'ynasin, yaxshi kunlarga. O'zlariga yashaysin.